Toshkent viloyati hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash, shuningdek, yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoidabuzarliklarga qarshi samarali kurashish maqsadida avtomobil yo'llarida profilaktik reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Reydlar davomida asosiy e'tibor mast holda avtomobil boshqargan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan rul boshqaruviga o'tirgan, shuningdek, voyaga yetmagan fuqarolarning transport vositasini boshqarish holatlarini aniqlashga qaratildi. Maxsus reyd tadbirida 70X 103 YA bo'lgan Cobalt to'xtatib tekshirganda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobilni boshqarganligi aniqlandi. Bu bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, mashina jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Nima maqsadda haydadingiz, hurmatli haydovchi? Haydab ko'chaga chiqmadim. Ko'chaga chiqmadingizmi haydab? Maydondan olib kelib qo'ymoqchi. Zapravka qilib, joyiga olib kelib qo'ymoqchi edi. Shu maqsadda. Bu mumkin emasligini bilarmidingiz? Park rusumli transport vositasini tekshirish maqsadida to'xtatilganda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobilni boshqarganligi aniqlandi. Bu bo'yicha elektron ravishda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomobil jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Nima maqsadda haydadingiz, hurmatli haydovchi? Oldiga uzr kechiringizlar. Bu hol qaytarilmaydi. O'zimdan o'tdi. Reydlar davomida olib borilgan targ'ibotlarga qaramasdan voyaga yetmagan shaxs tomonidan transport vositasini boshqarish holatlari ham aniqlandi. Reyd tadbirida haydovchi tekshirish maqsadida to'xtatilganda haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi va voyaga yetmaganligi aniqlandi va ruxsatnomasiz oldi oynalarini qoraytirib olganligi aniqlandi. Bu bo'yicha ma'muriy bayonnoma elektron ravishda tuzildi va mashina jarima maydoniga olib ketilyapti. Mast holda avtomobil boshqarish hozirgi kunda yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi eng katta omillardan biri. Shu kungi reydlar davomida Damas rusumli transport vositasi YPX inspektorini to'xtash ishorasiga amal qilmasdan harakatni davom ettirdi. Avtoulov ortidan kuzatib borilganda haydovchi yashirinishga urindi. Shunga qaramasdan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan haydovchi ushlandi. Shundan so'ng avtoulov jarima maydoniga joylashtirilib, haydovchi mastlik holatini aniqlash uchun o'tkaziladigan ko'rikka taklif etildi. Haydovchi og'iz bo'shlig'idan chiqqan havodagi etanol bug'lari konsentratsiyasi ko'rsatkichi 0.1135 mg dan yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasiga binoan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu kabi reyd tadbirlari muntazam ravishda hududlarda olib borilmoqda.